Tasavvur qiling, Muso alayhissalom Fir'avn lashkarlaridan qochayotganda mana shu dengiz yoniga kelgan, Qizil dengiz yoniga kelgan va Allohdan najot so'ragan, panoh so'ragan. Alloh unga asoyi bilan dengizga ur deb buyruq bergan va shunda dengizga asos bilan urgandan keyin dengiz ikkiga bo'lingan va o'rtasida quruqlik paydo bo'lgan. Allohning izmi bilan, Allohning qudrati bilan dengiz ikkiga bo'lingan va Muso alayhissalom qavmlari bilan dengizdan u yog'iga o'tishgan. Fir'avn lashkarlari esa orqada qolib ketgan va dengiz ikkiga bo'lingan joydan yana qaytadan yopilgan va shu yerda halok bo'lgan Fir'avn lashkarlari bilan. Maşalloh, hozir biz mana shu mo'jiza ro'y bergan joyda turibmiz. Dengizni qarang, maşalloh, chiroyliligini qarang buni. Allohning mo'jizasi bu ham oxiri ko'rinmaydi. Dengizni sog'inganlari bormi? Bitta like bosib qo'ying mana. Ichida mana rang-barang baliqlar ham yuribdi. Bu ham bir Allohning mo'jizalaridan biri, rangli baliqlar ham. Obuna bo'lishni unutmang. Yana Makka va Madina haqida qiziqarli ma'lumotlarni profilda topasiz.